Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Mana bugun yana bir ajoyib Amigo Fish degan magazinga yetib keldik. Xudo xolasa chiroyli obzor qilishga harakat qilamiz. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bismillah. Xo'p, mana akalar, xudo xolasa obzor qilishni boshlaymiz. Kirishimizni mana chap tomonidan boshlaymiz, xudo xolasa. Tak. Mana bu yerda o'zingizlar hammanglar bilgan oddiy zolotoy ribkalar. Buni ko'pchilik juda yaxshi biladi. Tak. Bu yerda krablar bor ekan. Ko'pchilik qiziqadi. Faqat e'tibor qilmaysizlar, uncha qarov yo'qroq ekan. Bu akvariumni tozalashmadi. Mana bu yerda ham bor ekan. Rangi ham bir apelsin rang, juda chiroyli ekan. Bu yerda ham shunaqa krab bor ekan. Bu yerda tritonlar bor ekan. Bu yerda ham mana krablar bor ekan. Xo'p, bu yerda ham mana zolotoy ribkalar, xullas. Mana bu yerda ajoyib sherkallalar bor ekan. Ranglarini bitta ko'rib baho berib ko'rasizlar. Xullas akalar, bu yerda kiraverishda asosan shu zolotoy ribkalar ekan. Mana ajoyib turidan. Ko'pchilik ko'rmagan. Bu yerda ham shu zolotoy ribkalar. Xo'p, xullas akalar, kiraverishda bu tomon faqat shu zolotoy ribka, krab, shunaqa narsalar bor ekan xolos. Tak, endi dars tomonga ko'rsatamiz. Bu yerda anobishlar bor ekan, asosan. Ko'rsatlasizlar, Koreyaga ham ajoyib noodatiy ekan, neobычный. Hozir akalar, bu tomonda ham bormi? Bu tomonda ham bor ekan. Yo'q, bu tomon boshqa narsa ekan, bu tomon ko'rsatmaymiz. Bu tomon menimcha razvodniy bo'lsa kerak. Bu tomonda razvodniy o'xshadi. Kirmoqchi bo'ldik, qarasak boshqacha ko'rindi. Xo'p, mana akalar aravani bitta bir 60 sm atrofida. Juda ham katta. Hozir qarich qo'yadigan bo'lsam, qarichimga 3 baravar katta. Faqat to'g'risi bu yerda suvlaricha rasvo ekan, qarov kamroq ekan, lekin baliq ancha katta. Tasavvur ko'rasiz, qarichni qo'ysangiz, qarichga 3 baravar keladi. Zo'r. Bu yerda akalar petshoylar bor ekan. Petshoylari chiroyli ekan lekin. Tepada ham xullas. Pastlarda ham bor ekan.
Tak. Bu yerda mana sotuvga rasteniyalar bor ekan, har xillari. Sizlar joylariga bittadan like bosib qo'yamiz akalar. Tak. Bu tomondan boshlaymiz. Tak. Tepada akvarium bor ekan, lekin bo'm-bo'sh ekan. Tak, bu tomondan boshlaymiz akalar mana. Bu yerda skalyariyalar. Xullas aralash har xili bor ekan. Barxdan bor ekan, olabula, xullas aralash ekan. Bu yerda boshqacharoqlari. Bu yerda razmeri kattaroqlari bor ekan, mana achalar. Bu yerda ham shunaqa. Voy, akalar mana bu yerda guppida juda zo'ri bor ekan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bizga yoqadigani. Shunga o'xshash farodalar bizga ko'proq yoqadi. Endi hammani deydi har xil, kimga qanaqasi yoqadi bilmayman. Bizga asosan shu qora ranglar yoqadi. Chorniy prins. Ranglari tiniq ekan. Ko'rasizlar. Bu yerdan ham guppilar, faqat boshqacha turidan. Bu yerda mana kattaroq skalyariyada kattaroqlari bor ekan. Past ko'raylik chiqani, pastda akalar Village Michinoslar bor ekan. O'tgan galgi videoda aytgandik, bizga shunisi ko'proq yoqadi deb, xuddi shu parodani boshqacharoqlarida mana Plagoviy, Village ular tepa qanotlari ham uzun, orqa dumlari ham uzun. Chiroyli ekan. Bu yerda ham skalyariyalar. Mana bu yerda ham Michinoslar. Bu Michinos qaranglar, boshqachasi ekan. Bu yerda guppilar bor ekan. Bu yerda mana barbuslar. Bu yerda ham barbuslar. Yana bir gap, ko'pchilik shu baloni bilmasa kerak, bu ham barbus oilasiga kiradi. Bilmaganlar bilib olinglar. Bular ham barbus. Bu yerda mana Michinos bilan guppilar bor ekan. Ajoyib, tigroviy Michinos. Bizni taniganlar biladi, ko'pchiligi o'tgan yili o'zimiz xuddi shunaqa tigroviysidan boqqan edik. Juda ham ajoyib ko'rinishda bo'ladi. Bular halicha maladoy ekan, yosh kichikroq ekan. Pastda koridorlar bor ekan. Har xil ranglari bor ekan. Bu yerda boshqacha, bu yerda boshqacha. Shu aytganimdek suvga jicha qarov yo'g'roq ekan, lekin balalari yaxshi. Bu yerda ham shunaqa sanitar baliqlar, bular labeyolar. Bu yerda daniyolar. Bu yerda ham boshqacha. Bu pashti bo'm-bo'sh ekan. Bu yerda ham shu daniyoni malyoklari bor ekan. Bu yerda ham shu daniyolar. Tak. Tomondan olamiz. Bu yerda mana skalyariyalar. Bu qanaqa baliq? Menimcha bu okun bo'lsa kerak. Stiklanniy okun degan baliq bor. Ko'pchilik biladimi yo'qmi? Shunda mana shisha rangda bo'ladi. Stiklanniy okun. Adashmasam nomi shunaqa. Yana bilmadim. Bilganlar bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Tak, bu yerda lialuslar bor ekan. Ternetsalar. Bu yerda ham ternetsa.
Ha, bu yerda Michinosni har xillari bor ekan, aralash. Ha, yo'q, Petsilia ekan, akalar, adashdim, uzr. Petsilalar ekan bular. Ajoyibidan bor ekan ular. Chiroyli ekan. Tak. Ha, bu yerda mana chuvalchang balig'imizdan bor ekan. Shunaqa akalar. Tak, voy. Mana bu yerda ham petsilalar bor ekan. Har xil assortiment aralash. Dalmatinisi bor ekan, yana boshqa, Mickey Mouse bor ekan. Mana bu tepa qanoti uzun flagovisi bor ekan. Xullas, ajoyib. Aralash assortiment. Mana bu yerda akalar Tetra Palmeri deyiladi. Asosan Korolevskiy tetra ham deyishadi buni. Juda ham chiroyli baliq. Buni yoshi katta bo'lgan sari bu dumini o'rtasidagi qora chiziqdagi dum yana ham uzun bo'lib, qilich bo'lib o'sib chiqadigan juda ham chiroyli baliq. Bu qolganlari Tetra Phantom. Shunaqa. Ajoyib baliq. Voy, mana bu yerda akalar tetradon bor ekan, karli kivisi. Neta bir 2,5-2 santimetr. Kichkina. Juda ham ajoyib baliq. Bu ham prikolni deyishadi, shunaqa baliq. Bu yoqda ham shu Malineziya, Petsilia aralash ekan. Bu yoqda gupilar. Bu yoqda ham asosan gupilar ekan. Bu yoqda ishtima yo'q. Tak, menimcha bular psevdomugl bo'lsa kerak. Ana, bilmayman. Psevdomuglga o'xshayapti. To'g'risi, psevdomuglda ham har xil turi bor. Shuning uchun hammasini bilmayman nomlarini. Shularga o'xshayapti. Bu yerda mana sixletniklar bor ekan. Bu yerda ham nomi qanaqadir barbus bo'lishi kerak. Ana, katta bo'lganda rangi qizarib ketadigan barbus, shunga o'xshadi. Malyog ekan hali. Shundan bo'lsa kerak menimcha. Chunki uni malyogini ko'rmaganman, lekin ko'rinishi hamma joyi xuddi shu barbusga o'xshayapti. Bu yerda ham shu qanaqadir baliq. To'g'risi, buni nomini bilmayman. Bu yerda ham bir qanaqadir ajoyib baliqlar bor ekan. U orqa tomonda suzib yuribdi. Ajoyib ekan. Menimcha tetra bo'lsa kerak. Va akalar, bu yerda mana Michinosda albinosi bor ekan. Ko'zlari ham qip-qizil. Juda ham to'q qip-qizil rangda. O'zingizlar ko'rib ko'rasizlar. Chiroyli ekan. Aka Arnatos, Tetra Kango aralash ekan bu akvariumda. Bu yo'lni ko'rsatdim. Past qo'yaymi? Tak. Bu yerda qurbaqalar bor ekan mana. Bu akvariumda Malineziyalar bor ekan. Tak. Bu akvarium bombosh. Bu akvariumda mana Michinos bor ekan. Sanoqli, juda ham kam. Lekin chiroyli ekan. Bu tomonlar bo'sh. Mana bu tomonda bor shekilli. Bu yerda mana gupi bor ekan, 2 dona. Tak, voy, mana bu tomonda ekan mana baliqning chiroylilari. Mana bu yerda neonlar. Bu yerda ham shunaqa. Bunun ichida neon, psevdomugl, Arnatus, xullas Tetra Phantom. Chorniy Arnatus ham deyishadi. Shundan bor ekan mana. Aralash. Bu yerda ham shu neon va Korolevskiy Tetra Palmeri bor ekan. Ko'rinyaptimi? Bu yerda ham shunaqa Tetra Phantom
neon, tetra palmeri aralash. Tak, akalar bu yerda ajoyib baliq bor ekan. Pitsilarmikin bu? Nima ekan endi bu akalar? Pitsilarga o'xshayapti, lekin rangi juda ham ajoyib bir kulrang sifat, dumlari qora, bir ajoyib ekan. Endi videoda qanaqa ko'rinyapti bilmayman, lekin jo yondan ko'rsanglar juda ham bir yoqimli baliq ekan. Ajoyib. Bu yerda mana malinezani oqi bor ekan. Ha, bu yerda ham mana sevdamugul. Bu yerda ham shunaqa tetra baliqlar bor ekan. Ha, bu yerda danyolar bor ekan. Bu yerda gupilar, endilera gupilar bor ekan. Bu akvariumlar bo'sh. Tak. Ha, bu yerda ham shu neonlar. Ha, bu yerda ham shunaqa tetra, neon aralash baliqlar bor ekan. To'g'risi har xil aralashib ketibdi. Endi bularni hammasini nomini bitta-bitta aytib o'tira olmasam kerak. Ko'rib ko'rasizlar. Neon. Bu yerda ham shunaqa tetra baliqlar har xil. Mana kimgadir qiziq bo'lsa kerak, shu baliq juda ham kichkina ko'rinishda bo'ladi. Buni agar rasteniya ekilgan travnik akvariumga misol 20 ta 20 ta solib baqsanglar juda ham chiroyli ko'rinadi. Juda ham zo'r baliq. Endi ko'rsatib beramiz yaqinroqdan. Xullas shunaqa ajoyib baliq. Tak, pastda labeyolar bor ekan. Juda ham ajoyib. Bu yerda tetra palmeri, psevdomogul bor ekan, aralash. Bunda gupilar bor ekan. Pastda chorniy prinslar bor ekan. Bu yerda ham shu sanitar baliqlar. Xo'p. Tomonlarni ko'raylik chiqadi. Akalar, bu yerda juda ham ajoyib baliq bor ekan. O, ko'rinyaptimi? Hozir yaqinroqda turgani bor ekan, shuni ko'rsatamiz. Mana akalar. Ko'rdinglarmi? Shu yerga bitta e'tibor berib qo'yasizlar, ajoyib baliq ekan. Men birinchi marta ko'rishim, to'g'risi. Ajoyib baliq ekan. Biz bilmaydigan, ko'rmagan baliqlar juda ko'p ekan bu yerda, to'g'risi. Mana somik, endilera gupilar bor ekan. Xullas, bu akvariumda deyarli qiziq narsa yo'q ekan. Tomonlar ko'rsataylik. Tepada akvariumlar bo'm-bo'sh. Tak, qani? Voy, akalar. Bu yerda skaliari barxit, chorniy barxit bor ekan. Juda ham tiniq, qop-qora. Shaxsan menga yoqdi. Juda ham zo'r. Qiziqadiganlar bo'lsa bitta ko'ringlar, yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar. Bu yerda asosan tepa qatorda asosan skaliariyalar ekan. Polniy magazinda nari tomonlardan ko'rsatdik, ko'proq skaliariya ekan tepa qatorda. Tak, pastni ko'ramiz. Va pastda ternesalar bor ekan. Vay. Juda chiroyli. Bu yerda hali biz aytganimizdek
Chorniy Prince gupilar bor ekan akalar. Juda ham chiroyli, to'g'risi. Bu yerda ham sizdan skalyariyalar. Bu yerda ham skalyariyalar. Bu yerda pitsilalar bor ekan. Michinos ham bor ekan, aralash xullas. O'zi aslini olganda Michinos ham Pitsilia oilasiga mansub, adashmasam. Shunaqa. Bu yerda ham mana Mickey Mouse juda ham chiroyli ekan. Mana tanasi oq, dum tomoni qizil. Ko'rib ko'rasizlar. Bu yerda asosan gupi endilaydi. Bu tomonda, bu yerda gupi bor ekan. Bak. Bu yer bomboş. Pastga ko'ramiz. Pastda yo'q, exina to'g'risida bor ekan. Baliq. Baliqlar ham bor ekan orqa tomonda. Yaqinlashyapti, qani. Mana shunaqa ekan. Pastdagi akvariumlar bo'sh, почти bombosh. Baliqlar yo'q. Bu yerda akalar pet shop chiroylilari bor ekan, hozir ko'rsatamiz, imkoni boricha. Ko'rdinglarmi akalar? Juda ham chiroyli. Voy, akalar, bu turishini qaranglar. Juda ham go'zal, to'g'risi. Bonusi ham juda chiroyli ekan, faqat yonbosh turibdi, videoga chiqmayapti. Lekin dumlari juda tekis ekan. Turishni qaranglar. Shu yerlarga bittadan like bosib qo'yasizlar. Voy, mana dambosi ham bor ekan. Voy. Juda ham go'zal. Yana baliq boqishni boshlayman shekilli shu yerda ham. Mana akalar. Bular pet showlar juda chiroyli ekan, to'g'risi. Menga yoqdi shaxsan. Tak. Bu yerda ham har xil aralash baliqlar bor ekan. Akalar, eng qizig'i mana koridor pandani valyavisi bor ekan, qaranglar. Dumi uzun. Ko'rdinglarmi? Dumlarini ko'ryapsizlarmi? Juda ham zo'r, dahshat. Bu yerda mana el somniklar ham bor ekan. Bu yerda asosan shunaqa baliqlar ekan. Somik, ansitrus, ular sanitar baliqlar ekan hammasi. Pastda ham shunaqa sanitar baliqlar ekan tomon. Tak.
Bu tomonda ham bor ekan, ko'rsatamiz imkoni boricha. Bu yerda asosan skalyariy bilan diskus ekan. Rangini ko'rib ko'rasiz, juda chiroyli. Lekin razmeri kichkina. Bu rangi tip-tiniq. Bu tomonni naryoqdan ko'rdik. To'g'ri, bularni pastdan ko'rsatdik. Shu akvariumni bu tomon ekan, buni ko'rsatishim hojati yo'q. Tak, bu yerda faqat tetra baliqlar hammasi. Bu yerda mana gurami, jemshujinli gurami. Razmerlari ancha katta. 10 santimetrdan kam emas. Juda ham katta. Bu yerda ham shu tetra palmerilar bor ekan mana akalar. Juda ham chiroyli. Xullas bu tomonni naryoqdan ko'rsatdik bu akvariumlarni. Bu yerda mana palidarium bor ekan. Xo'p, xullas akalar, hozir bu ichkarini ham bitta video qilamiz, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Xullas, tepada akvariumlar bo'sh, bular suvi ham yo'q, даже bo'm-bo'sh. Suv bor ekan, baliq yo'q ekan. Tak, bu yerda mana akalar хищник, Astronatus, Labeo и akula bala bor ekan. Bu yerda ham g'alati qanaqadir baliq bor ekan, ilon bosh. Bu yerda mana akalar tetradon bor ekan. Razmeri где-то bir 10 santimetr atrofida. Va bu yerda undan kattalari bor ekan akalar. Boshqacha parodaligi. Bu yerda sixlozoma bor ekan. Bu yerda aravana bor ekan, bir dona. Bu yerda zmeya golova, xullas drakonlar bor ekan. Pastda faqat rasteniyalar bor ekan sotuvga. Balo yo'q ekan buning ichida. Bu yerdan shunaqa rasteniyalar. Bu yerdan shunaqa drakonlar bor ekan. Ansitrus bor ekan, pastda akalar lava toshlar bor ekan. Qorasidan katta-katta bizbob narsalar bor ekan, xullas. Yo'q. Bu yerda ham faqat rasteniya qilib qo'yibdi, bitta akvariumni polniy. Juda ham chiroyli o'sgan, to'g'risi. Tiniq. Bu tomonda ham faqat sifletniklar. Bu yerda ham sifletnik, xishnik. Bu yerda apsagrammalar bor ekan akalar.
Instagram'ini har xili bor ekan. Bu yerda ham mana shu sexletnilar ekan. Voy. Ajoyib balolar ekan. Bu yerda ham Instagram bo'ladi. Bu tomonda ham shu 2 dona Instagram bor ekan xolos. Tak. Astronatus. Bu yerda ham shunaqa hechnik balolar. Bu yerda ham shunaqa hechnik sexlet xullas. Shunaqa balolar ekan. Bu tomonni ko'raylik chiqam. Bu yerda ham shu Instagram bor. Rangi chiroyli ekan, ko'k rang. Bu yerda akalar Tanganika balolar bor ekan mana. Kalius keyin nima edi buni ati? Bas. Asha. Nomi esimdan chiqib qoldi, to'g'risi hozir. Bu yerda tetradonlar mana. Bu yerda ajoyib balolar bor ekan. Bomboş akvaryumlar. Tak. Bu yerda akalar ashali qora Instagramma bor ekan mana. Bu yerda sexletnik, hechnik shunaqa balolar ekan. Asosan bu tomonda. Pastda ham shunaqa. Sexletnik balolar. Pastda lava toshlar mana. Voy, akalar aytsam ishonmaysiz, kamida 80 yoki 90 sm chiqadi. Aniq 100%. Qarishlasam aka kallasidan ichi o'tyapti akalar. Endi u yog'ini tasavvur qilib ko'ringlar. Qarishim 23 sm. Akalar, shu yerga kelyapti meni qarishim. Endi undan yo'q, qarab ketgan. So'yib yesa bo'ladigan bo'lib qolibdi, to'g'risi. Bu yoqda ham bor ekan. Tepa akvariumlar bombosh. Tak, past ko'rsatamiz. Bu yerda ham skalyariyalar. Tak, bu yerda tetradon. Bu yerda ham ajoyib balo bor ekan, hechnik. Bu yerda papugaychiklar bor ekan mana akalar. Hechnikka qiziqadiganlar uchun bular. Tak, bombosh akvarium. Bu yerda ham g'alati balolar bor ekan. Bular hechnikmi, mernikmi aniq bilmadim, to'g'risi. O'zingizlar ko'rib qo'yasizlar, ajoyib balolar bor ekan. Lekin razmerlari katta. Bu akvariumimiz bombosh. Tak. Bular ham bombosh. Bunda qanaqadir balo bor ekan mana. Bu yerda ham qanaqadir baliq. Bu yerda mana botsiyalar bor ekan. Bu yerda hechnik baliqlar. Bu yerda mana skalyariyalar. Pastda ham shunaqa hechnik baliqlar ekan. Mana bu yerda mana nasib barakali panda papugay. Borib yuboradi. Bu yerda danyolar bor ekan. Tak, bu tomon
to'g'risi ko'ya kometa shunaqa baliqlar ekan, lekin suvlar rasvo ekan, buni olib ko'rsatmaymiz video qilib. Chunki bu baliq haqida ko'pchilik yaxshi biladi, bular haqida. Akalar, bu yerda mana piranyalar bor ekan. Bu baliq shanu Eldor aka boqadigan baliqlar ekan. Eldor aka, bitta ko'rib berasiz aka. Xo'p, akalar, bu tomonda shu motor, shunaqa narsalar, mayda-chuyda aksessuarlar ekan bari. Bu yerda gruntlar ham bor ekan. To'g'risi ko'p video olib shuning uchun hammasini birma-bir ko'rsatib o'ta olmayman. Bu yerda ham shunaqa. Bu yerda mana akalar terrarium bor ekan. Почти palidarium desa ham bo'ladi, chunki bir tomoni suv bor, bir tomoni quruqlik. Biz rasteniyalar ham bor. Mana shunaqa. Tak, bu yerda mana terrariumlar bor ekan. Bu yerda mana toshbaqalar bor ekan. Tak, bu yerda to'g'risi mashhur akvariumlar bor ekan, 2 dona. Endi bunga ko'pchilik qiziqmaydi. Imkon qilib bitta obzor qilamiz. Xudo xohlasa buni ham alohida kichkina video qilib joylaymiz. Bu haqda ham. Endi ko'rib ko'rasizlar. Bilasiz akalar, bu tomonda ham shu koreyalar bor ekan. Mana akalar. Astronavt suti bunaqasini birinchi ko'rishim. 30 santimetrdan oshiq desam ishonasizlarmi? 30 santimetrdan oshiqroq. Где-то bir 33 yo 35 santimetr chiqadi. Bu yerda ham shu dragonlar bor ekan, 2 dona katta-katta. Bu tomonlar почти bo'sh akvariumlar ekan. Yana koreyalar. Biz akalar, bu yerda asosan dekoratsiya, shunaqa sotuvdagi akvariumlar, shunaqa narsalar bor ekan. Pastlarda ham ko'p ko'rasizlar. Ajoyib. Koreyalar, qaranglar akalar. Bizda ham shunaqa koreyalar bo'larmikin-a? Arzonga ko'pini xohlaganini tanlab oladiganlari bo'larmikin qachonlardir? Nima deb o'ylaysizlar? Hammasi mana sotuvga qilingan akvariumlar ekan akalar. Bu yerda toshlar har xili bor ekan. Mana bu yerda bitta akvariumimiz qolibdi, ko'rsatmagan. Mana akalar, hammasi katta-katta baliqlar. Akvarium ham ancha katta. Kamida bir 800 litr bo'lsa kerak, kamida. 1 tonna emas u, lekin 800 litr bor. Xullas akalar, bugun videoni shu yerda to'xtatamiz, xudo xolasa. Keyingi videolarda yana ham bir chiroyli joylarni bir video qilishga harakat qilamiz. Joninglar sog' bo'lsin. Podдержка qilib turasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.